Lekşimizin devamı hürmetlik vatandaşım bugünkü sağa 2021 yıl 2. ayının 6. günü. Yukarıkılık şiyanın devamı. 2017 yılı 10. ayda sakçı tarafının istihbarat yani casusluk hatırısıdır o. Yani Fransa'yı çet elde okugan. Cümleden Amsterdam İnstitutu'da London anda SOASS Üniversitesi'de Amerika Indiana Ştatı Üniversitesi'de okugan. Şunlaşqa Ürümçi Sakçı İdaresi bu adamga dikkat qilishga başladı. Bu ayal zatıga dikkat qilishga başladı. Sakçı hatırısı da mundaq değildi. Fransa'nın OnePlus aqli iqtidarlıq telefonada chet elde qaçılab kelgen chet el mucmel yumşaq detali var. Bu tushundirish shuni ko'rsatdi ki aqli iqtidarlıq telefon bilan birga ta'minlanadi. Lekin Fransa'yı bunu herkes ishlatmagan. Anlaşılan qaraganda Fransa'yı 2018 yılı 2. ayda 2 yıllık kesim e'lon qilingan. Demek bu şu aralıkta bunu tekşirdi, gumallandı, qo'lga elib layu bu ayalga 2 yıllık kesim e'lon qildi. 2018 yılı 2. ayda 2 yıllık kesim e'lon qildi. Şahit bez. Şinjan'da ziyankeşlikka uçurg'uchilarning sanadani torbetidan alaqadar uçurlarni izlab topqili bo'ldi. Şahit biz Uyg'urlarning torbeti bo'lsa kerak. Mushu torbetidan Şinjan'da ziyankeşlikka uçurg'uchilarning sanadani torbetidan alaqadar uçurlarni izlab topqili bo'ldi. İnsanshunos Steinberg mundaq dedi. Daniyalik başta o'qidik-ku. Fransa'ya qattiq tekshirilgan. Çünkü o Amerika ve Ürümçi o'ttirisida qatnab yurgan. Çünkü o Amerika ve Ürümçi o'ttirisida qatnab yurgan. Hem de Uyg'ur tilida ravon so'zlashida alashar. Hangzhoudan Şinjan daşının örf odatlar tadqiqot markaziga kelgan kishi. O'qigan maktablardan bosh sanab bo'ldik. Endi bu 2 yillik kesildi qarab turinglar. O Uyg'ur tilida ravon so'zlaydi. Alashar. Çünkü o Poliglot tadqiqot markazini qurg'uchi. Şinjan daşida Poliglot tadqiqot markazini qurg'uchi Raila Davud bilan birga ishlagan. Masala yechildimi vatandoshlar? Fransa'yı Hangzhoudan kelgan, Amsterdamda, Londonda, Indiana shtatida universitetda o'qigan Uyg'ur tilini ravon so'zlaydi. Ham Şinjan daşida Poliglot tadqiqoti markazi qurib chiqqan Raila Davud xonim bilan birga ishlagan. Hozir Raila Davud nada yig'ib olishdimi yo kesib o'tildimi? Xitoyning qo'lida. Qo'lga ilindi-ku. Raila Davud bilan birga ishlagan. Raila Davud atoqli olim edi. İnsanshunoslikqa oid materiallarni to'plagan. Janubiy Şinjanda Eg'iz adabiyoti namunalarini to'plagan. İslam dini sopizm suluki to'g'risida ushur to'plagan. Raila Davud 2017 yılı 12. ayda izdireksiz g'oyib bo'lgan. Anlaşılan qaraganda nazarband qilindi. Demek Uyg'urning olimlari, bilim ahllarining hammasi yig'ib bo'ldi degan gap, qo'lga bo'ldi degan gap. Vatanga qaytib kelishdan oldin elishdan 4 kishi. Masalan, boshda aytdik-ku, vatanga qaytib keladigan Uyg'urlar nima elib keldi degan gapni aytdik. Qanday ma'noning davomi shu yerdan chiqyapti.
Vatanga qaytib kelishning oldini elishning turtkisi. Jungodan ayrılganda bexatarlik, tahdidini farqlandırıştı mı görüldü. Ürümçi tarixinin merkezi yine belgi meydanı da yazılgan bir parça dokulatda. Jungodan çıkıp çet elde siyasi panalık tilegen bir kişi Uygurlarning chet ellarda nazorat qilinganligi to'g'risidagi dokumentni dalilladi. Tadqiqotchi Beler mundaq dedi. Po'latdek faktlar isbotladiki, zo'ravonlikni va radikalizmni ayiblash, zo'ravonlik va radikalizmning xalqaro o'lchamlariga mos kelmaydi. Xitoycha ayiblash xalqaro o'lchamlarga mos kelmaydi. Ko'plagan ta'birlarga nisbatan aytganda siyosiy panolik talab qilish hargizma zo'ravonlik belgisi emas, yoki zo'ravonlik doirasiga kirmaydi. Bundaq ahvol ostida Jungo Kompartiyasi buni zo'ravonlik devirdi. Bu ham yani Jungo doiralarining Uyg'urlarning chet ellardagi tafsili uchurlarini saqlayotganligini tushuntirib berdi. Keldingizmi? Vatandaşları bu sözləvatqan, oxuvatqan leksiyimiz esinglarda bolsun mavzu. Şinjan'da yolu qo'yilgan tizginlash va nazorat qilish qanchalik vahimalik, nima degan vahimalik. Buni boshda aytdim sizlarga 1-oyning 29-kundan boshlab Amerika matbuotida e'lon qilindi. The Intercepted e'lon qilindi dedi. Sizlar buni anglaganda men odat so'zlaydigan siyosiy vaziyat to'g'risidagi fikrlar va leksiyalar qatorida emas. Buni bir tarafdan siyosiy diktatorning qaysi darajaga chiqqanligini, ikkinchi tarafdan shuni hikoya qilish shaklida yozilgandek yozilib, nimalarni so'zlanayotganligini vatandoshlar yaxshi tushunadi deb o'ylayman. Faqat hikoya o'qigandeklar. Shunday anlanadi vatandoshlar. Bu menga eg'ir emgak. Ben bunda qarasam hozir 5-chi qismga keldim. Bu davomi hali bodek turdi. Endi buni tarjima qilib o'tirib chiqarish meni shuni aytganda ham eg'ir emgak. Qo'limga oldim, buning oxirida tushirib o'tmasam bo'lmaydi, hurmatli vatandosh. Chunki men boshda aytdim-ku, vaqt va makon ichiga qo'ying. Vaziyat shunda taraqqiy qilib kelyotdi dedim-ku. Endi bu emgakni men qilmasam siz anglamasangiz, siz qilmasangiz bo'lmaydi. Çünkü biz hemimiz Uyg'ur. Uyg'urning dardi uchun so'zlayotimiz vatandosh.